Yetim bor xonadonda uyalmasdan kirib ovqat yeyishdan to'xtash kerak. Ularga berish kerak aslar. Ularni boshini silash kerak. Bizda teskari bo'lib qolgan. To'yga borsak, to'yana beramiz, o'limga borsak yeb kelamiz. Aslida o'lim so'ramasdan bo'ladi. Tayyormi, tayyor emasmi bo'ladi. Bu odam bechora musibat ustida turibdi, bunga yordam beraylik deyish kerak. Biz buni bilmaymiz. Men bir joyga janozaga bordim. Domlaman, imom edim. Bir odam olamdan o'tdi. Janozasiga borsam, ishonsangiz shu kattasi 15 yosh, bu yog'i mana shu mayda bolalarda. Ko'rib juda ham ichim g'alat bo'lib ketdi. Yosh yigit olamdan o'tgan ekan. Janozasini o'qib, tasalli berib, mahallaga endi bolalarga e'tiborli bo'linglar, onasiga qaranglar dedim-da ketdim. Hech qancha o'tmasdan yana janozaga olib borishdi. Borsam bu shu xonadon. Men so'radimki, avvalgi xonadonmi shu desam, qarang, o'sha kishini ayoli ham o'tdi, ikkalasi kasal edi ekan. Yana ne ko'z bilan ko'rayki, o'sha bolalar turibdi safni oldida. Yig'lavordim ko'rib. Yig'ladimda mahallaga aytdim, bularning yaqinlari bormi, qarindoshlari? Yo'q, bitta uzoqroq qarindoshi bor ekan, shu turibdi. Ey mahalla ahli, Allohdan qo'rqinglar, taqvo qilinglar. Hammamiz biz ham masjiddan yordam beraylik. Bu yetimlar bizga omonat. Bularning ota-onasi o'tibdi. Bularning boshini silaylik. Bularning ko'ynini olinglar. Ertaga bularga ihson qilasan, bu qilasan, u qilasan demanglar. Harom bo'ladi shu narsa. Zulm bo'ladi shu narsa. Rosa gapirdim. Yig'lashdi odamlar, boshqa qildi. Keldim bir juma o'tgandan keyin hujramga 3-4 ta oqsoqol kirib keldi. Domla, sizda gapimiz bor. Kiring, o'tiring. O'tirib aytdilarki, bizni mahallamizdagi janozaga bordingiz. Juda ham ta'sirlandik suhbatingizdan. Haqiqatda ham o'sha yetimlar hech kim yo'q. Biz nima qildik deng, savob umidida bitta birodarimiz bozordan qo'y olib keldi. Yana bittasi guruch olib keldi. Xarajat qildik. Hamma narsani qilib o'shalarni otasini ehsonini, marakasini o'tkazdik kirib. Men qarab turib, astag'firulloh, sizlar meni gapimni tushunmasizlar a? Sizlar nima qildinglar o'zi? Qo'y olib, guruch olib, sabzi olib, yetimlarning uyidan choyxona o'rnida foydalanibsizlar-da. Kirib o'zingizlar pishirib yeb chiqibsizlar. Kimga kerak bu? Siz o'sha qo'yni yetimga bermaysizmi? O'sha xarajatni unga bermaysizmi undan ko'ra? Shuning uchun biz fatvo chiqardik. Mendan oldin nechta muftiy bo'lgan bo'lsa, men arxivdan ko'tardim. Hamma muftiy adatlab 7, 20, 40 qilishlik bid'at deb fatvo bergan ekanlar. Men ham shu fatvoni berdim. Lekin endi buni amalga oshirish, xalq birlashishi kerak-da. Odatda endi nima qilaylik degan gapdan yiroqlashish kerak. Yo'q, bu odat emas, bu bid'at. Bundan qochish kerak. Musulmon odam yetimning haqqini yemaydi. Majburiy ihson qildirmaydi. Hatto mana bu yil yaqinda bo'lgan ulamolar kengashida biz qaror qabul qildik. Butun O'zbekiston bo'yicha bu qarorni aytdik. Janoza o'qigan domlaga pul bermang deb aytdik. Berilmasin, masjidga ham to'lamang, domlaga ham bermang. Chunki kim borib janoza o'qisa, bir qirot savob beriladi deganlar payg'ambarimiz alayhisalom. U qirot nima deganda Uhud tog'i dedi. Uhud tog'ichalik savobni Alloh berib, haqqini berib qo'yapti. Bermaymiz bu narsani. Majbur qilib borib, o'zi mana shunaqa yetimi bor, bir xil o'rtada xizmat qiladiganlar bo'ladi-da, yugurib kelib domlaga bermasang bo'lmaydi, janozang o'tmaydi. Noto'g'ri bu gap. O'zi yetimi bo'lib turgan bo'lsa, domlalar ham borib hech qachon menga janozadan pul ber demaydi. Bunaqa domla yo'q. Kim aytayotgan bo'lsa bu tuhmat qilmaydi. Men 100% kafolat beraman, domlalar bunaqa demaydi. O'rtada turgan odam qiladi bu ishni. Shuning uchun endi biz oshkora buni murojaat qilib qabul qildikki, berilmasin. Berilmasin. Yaxshisi bu ham bir namuna bo'lsin o'sha yetim parvarlikka. 7, 20 qilasan, u qilasan, bu qilasan deb qiynashdi o'rniga ularga kirib boshini silaylik. O'qishi nima bo'layapti? Bir beva ayol qolgan bo'lsa, bu bechora nima qilyapti? Ana buni qarash bizni jamiyatning burchi azizlar. Yetim parvarlik islomning eng yaxshi tarbiya bergan, bizga qoldirgan meroslardan bittasi mana shu yetim parvarlik.